Assalomu alaykum darolar akasi. Rais. Qandaysiz? Charchamasizmi? Marhamat. Ko'p kutib qolmadingizmi? Yo'q, Mana odamlarni olib keldim-da. Endi ular siz qarang. Qachon Bir shunday, siz ketavering. To'g'ri, lifting oldida borib bering, az boraman. Akalar assalomu alaykum. Darolar akasidan. Bugun 7-oktyabr Sankt-Peterburg aeroport Pulkovo birinchi etaj. Sankt-Peterburg, Namangan, Sankt-Peterburg, Toshkent reyslarimiz. Akalar, tezlashingiz. Akalarda birinchi etajdan o'tkazayapmiz. Biz dokumentlarni, yuzlarni nima qilyapmiz? Yuzlarni bular bu yoqda o'tiribdi. Ularda sheriklari bor, bagajini ular o'tkazib keladi. Bularni bez bagaj o'tkazib boramiz. O'zim ular tezlashtirib. Ilarona sevak kasasiga murojaat qilasizlar. Bizdagi bo'lsa dokument bor akalarimiz o'zlari bemalol uchib ketyapti. Chatga qilib